bitta joyda ketayotganimizda Kataloniyaliklar endi tabiiy bizda dedi Madrid boshqa dedi. Endi Barselona klub sifatida ham oila o'zlari ham men ikkita Santiago Bernabeu bilan Camp Nou'ni muzeyiga 2 marta kirganman-da. 2 martasida ham men falonchilik qilib gapirmayapman. Barselonani muzeyi mehr bilan qilgan. Muzey ham bilinadi-ku. Sababi deb o'yladim, ular yulduzlarga qurilganda, yulduzlarga qurilgandan keyin kirganingizda futbolchilar boshlanadi, tushunyapsizmi? Stoichkov boshlanadi. Faqat futbolchilar aylanadi va oxirida kubok. Real kubok bilan boshlanadi. Kirasiz va men premo efir, jonli efir qilib yurdim-da o'sha yerda. Muxlislar so'raganda bilib qoldim. Nimaga Ronaldo rasmi yo'q deyishdi-da. Oxirlariga borib qoldim. Ronaldo bitta joyda hammamiz Raul ko'proqda. Raul rasmi ko'proq, Zidan rasmi ko'proq ko'rindi. Ronaldo xuddi bitta bir kelib ketgan bir karvonda o'tirib ketgan boladek tasavvur. Oltin to'plari ham turibdi. Qo'yib qo'ygan oltin butsalari ham turibdi. Mayli Messichalik bo'lmasa ham Real uchun yagona-ku. Unaqa yo'q. Bunga umuman qurmaganda. Ya'ni shaxslarga qurmagan. Maksimal uzoqlashtirgan. Iloji yo'q, anaqa qila olmaydi. Inkor qila olmaydi. Inkor ham qilmaydi, lekin mana shunaqa zo'r futbolchisi bor va u Real bilan faxrlanadi desa kerak bu-ku. Naryoda Messiga alohida sag'analar bo'ladi-ku, bilasizmi? Hamma tukiydi. Kelar, o deysiz unda 8 tadan bittasi yo'q. Bitta oltin to'p qani deysiz bor-ku, hali bermagan ekanda. 7 dan sanaysiz. Bitta yetmayotganini ham bilasiz. O'zi 8 ta ko'p. Va alohida turadi. Endi futbolchini qadrlashmi bilmayman. Endi bu mentalitet. Endi 8-sini Barsa olmaganmi? Balki shungadir. Hali qatta bo'lmasa ham berib olish kerak endi. O'sha tomondan Stoichkovlarga ham bordi, kichkina Ronaldinholar hamma joyda aylanadi. Romario hamma bor. Ronaldo ham bor, Nazario. Realda zo'rroq o'ynagan. Ronaldo ko'proq o'ynagan. Figu yo'q ekan. Figu yo'q. Figuga yo'q degan. Figu degan oting degan. Men buni tushundim. Bu endi to'g'ridan to'g'ri ketgan-ku. Realda bo'lsa, Figuga ham, misol uchun, o'sha yerdan kelding boshqa qadr, boshqa bu o'sha jamoalarni qadriyati. Ikkalasi ham kerak, ikkalasi ham yashashga haqli, shunisi bilan zo'r, shunisi bilan El Clasico ma'noda. Va ikkalasi farqli. Va uslub ham, maydon ham, yulduzlari ham, tutishi ham. Kecha o'yin bo'lib yotdi, Ancelotti anaqa jamoani hissiyot qilib olgan-ku, hamma oxirida Rudigerlar tugatdi, boshqa qildi. O'zi Real ko'proq o'sha xaos qilib hissiyot bilan yutib oladi. Flik Ferranlar janjal qilaman desa, o'tirib qo'yapti-da. Xotirjam qildi. Va shu xotirjamlikda e'tibor bering, Realda eng yaxshi o'ynagan futbolchi, menimcha tarkibdagi eng xotirjam o'zi, tabiatan xotirjam Chouameni bo'ldi. Ya'ni futbol o'ynadi-da, gol ham urdi, hamma pozitsiyada o'ynadi. Ani Olmoni ham dabdalasini chiqarib yubordi. Ya'ni Bellingham chiroyliroq o'ynadi, lekin ko'proq mehnat qilgan Chouameni bo'ldi-da. Demak, o'z jamoalarning anaqasi ham tutumi ham har xilda. O'sha tomonda muxlislari bilan ko'p kontaktda bo'ldik-da. Endi Kataloniyada aniq Madrid bo'ldi, tinchlik, boshqa bayram bo'lib yotdi. Boshqacha bayram endi, chunki yana Mallorcani ham pachag'ini chiqarib tashlagan bizda 1-0 yutdi-yu. Keyin Madridga kelganimizdan keyin Atletikoni muxlis anaqalar edi. Taksisda ko'p Atletikochilar ekan. Shu keyingi xalqda endi kechiradi. Xetafe, bitta Xetafe, men Xetafedan g'ururlanaman. Madridda shuncha komanda bor, jamoa bor. Kelib Xetafemi, boshqasi men Xetafeda tug'ilganman. Ya'ni hududim shu dedi.